ustalarini yoki biror bir odamni mehnat qildirib, mehnatini haqqini bermaslik. Bu narsa ko'p ba'zilar. Siz qanaqadir qo'lingizda odamlarni ishlatyapsiz, tashkilot rahbarisiz yoki o'zingizda bir xususiy katta bir idorangiz bor, tashkilotingiz bor, sizni qo'lingizda kimlardir ishlayapti, uni haqqiga xiyonat qilmang, berib qo'ying uni pulini. Ba'zilar oyligini so'rasa jahl chiqadi. Sabr qiling deydi. Kelib, xo'jayin, biz oyligimizni bermayapsiz, 2 oy bo'lib ketdi, oyligimiz, ya sabr qil deydi. Birodar, uni olayotgan oyligi sizga hech narsa bo'lmasligi mumkin. Siz yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ketingizda ham yo'q, lekin u bechora butun oilasi bilan shu oylikka qarab o'tiribdi. Oilasini shunga reja qilyapti. Bola chaqasiga aytayapti, oyligim chiqsa mana bunday qilib beraman deb turibdi. Mana bu ishchini, haqdorni haqqini yeyish bo'ladi. Bu narsadan hazırlash kerak emas. Uyida ustani ishlatib bermaslik. Bahona. Hamma yo'g'ini zo'r qiladi. Bitta illatni izlab yurib topib oladi. Mana bu joyini noto'g'ri qilsan-ku deydi, badbaxt deydi. Bor yo'qol bermayman deydi. Ungacha ko'rgan o'sha narsani, o'zi shuni kutgan, qachon shu bitta joyda xato qilib qo'ysa, pul bermasa. Mayli. U peshona terini haqqini Alloh beradi. Xudo sizga xor qilmasin. Lekin birodar, birovni haqqi teshib chiqadi. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Bu hazillashadigan narsa emas bu. Ba'zi narsalardan odam o'lib qutulishi mumkin. Dard bo'lsa o'lib qutuladi. O'ldi, qutuldi ya, shu juda kasal edi bechora, Alloh shifo bersin. Shuncha harakat qildi deymiz. Masalan, bittasi og'ir bo'lsa, bir musibat yetsa, endi shundan qutuldi. Birovning haqqini yeyishlik o'lib qutuladigan narsa emasdi, o'liyada ham oladigan narsa. Shayxlarning suhbatini eshitib qoldim. Aytayaptilarki, masalan, hozir mana supermarket, katta gipermarketlarga kirganimizda hammamizda qo'limizda kartamiz bo'ladi, olamizda haliginga bir urasiz haqqingizni olib qo'yadi. Sirot ko'prigidan o'tayotganda qo'lida shunisi bo'ladi deyapti. O, haqdorlar turadi, oxiriga borguncha tugaydi deyapti, savoblari. Hech narsa qolmaydi. Bu dunyoda bermagan narsangizni u dunyoda baribir oladi. Zulm yomon narsa azizlar. Birovning haqqini yeb qo'yish yomon narsa.